Oktyabr Qashqadaryo san'atini maftunkor ijodkori Feruza Bonuni tavallud topgan kunlar. Ushbu kun munosabatida Feruza singlimizni chin yurakdan butun san'atkorlar nomidan, butun san'at ahli nomidan tabriklab qolamiz. Alloh singlimizga chiroyli umrni bergan ekan, ana shu umrni mazmun bilan hayot kechirganlar rozi bo'lsin. Yonida yaqinlari bo'lsin. Xudo xolasa bundanda ijodi yuksak bo'lsin, muvaffaqiyatlari, omadlari cheksiz bo'lsin. Feruza tabriklaymiz. Bugun mana baxtli kunda siz bilan birgalikda diydor ko'rishganimdan juda xursandman. Mana singlimiz Lolaxonni jiyanlarini katta bir chiroyli to'ylarga tashrif buyurdik. Albatta yoshlarga baxt tilab qolamiz. Lolaxon, sizni tabriklayman. Rahmat. Tilak birram yaxshi, xush erar biram. Ilohim qalblarda bor bo'lsin ziyo. Mening istaklarimga qo'shiling siz ham. Poklik, go'zallikka burkansin dunyo. Bu zamonda ko'rdim odamlar turfa. Ularga munosib ayladim javob. Shu zamon qalbimni etdim muhfa. Netay gunohkorga aylandi savob. Va lekin qorday oqtir yuragim. Go'dak nafasiday poktur tilagim. Bolam degan so'zni sizdan kutarman. Yurtim sizga bormi keragim? Shunday yurtimizga kerakli, shunaqa chiroyli iste'dodlari bor dugonam Feruzaxonni bugun tavallud ayyomlari ekan. Chin qalbimdan eng yaxshi tilaklarim sizga bo'lsin dugonajon. Bu yoshlarni ko'pini ko'rib, har doim mana shunaqa shijoatda, energiyada bo'lib yurishingizni tilakdoshlarim. Feruzaxon, tabriklaymiz. Yana yangidan yangi ijodlar, qo'shiqlar yaratish sizga nasib qilaversin. Muxlislaringiz auditoriyasi mingdan millionga aylanib ketaversin. Biz Feruzaxonni chin yurakdan tabriklaymiz. Tabriklarni qo'shaloq qilaveringlar san'at ahli. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hammaga rahmat, chiroyli tabriklarni oldim bugun. Kech soat 12 dan keyin boshlangan edi. San'atkorlar sizlarga rahmat. Avvalambor umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammaga omad, hayajondaman. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. O'zlaringiz